Men muvaffaqiyatli inson bo'lishni xohlayman. Men muvaffaqiyatli bo'lishni istayman. 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 Men munofiqlik bo'lishni istayman. Men munofiqlik bo'lishni istayman. Men munofiq 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 bo'laman. 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 Men mo'min 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 bo'laman. Mi mami. Mi mami dog. Endi neda? Aslida bu so'zimizni boshlang'ich so'zimiz men muvaffaqiyatli bo'lishni, ya'ni men muvaffaqiyatli inson bo'lishni xohlayman degan so'zida oxiriga nima bo'lib qoldi? Mimami bo'lib qoldi.